Do'stlar, Jetour Dashin 1.6 motori bilan 1.5 motor nima farqi bor bilasizlarmi? Bilganlar kommentariyaga yozib ketinglar. Ungacha men sizlarga mana 1.6 ni ko'rsataman. Qarang. Mashinani ballonlarini ham ko'rishingiz mumkin. Yangi 4 ta ballon taqib qo'yishgan. Mashinaga tonirovkalarini ham chiroyli qilib qo'yib qo'yishgan. Mashina 87 ming kilometr yurgan xolos. Ko'rishingiz mumkin. Ichini ham, hidlari ham joyida, anaqangi ezilib bizilib ketmagan. Sony o'zini akustik sistemalari. Ko'rishingiz mumkin, mashina dahshat holatda turibdi. Jetour bilasizlar, ofitsial salonlarda где-то 28 ming, 29 ming sotilgan mashina. Ayniqsa 1.6lari. Mashina ishlab chiqarilgan yili 2023-yil. 7-oy. Lekin bilasizlar, yo'l bosib kelguncha, bizgacha kelguncha 24-yil bo'lib kirgan mashina. Lekin o'sha yozib qo'ygan texpasportlarida 24-yil deb qo'ygan mashina. Mashinani lekin bitta ko'rsa bo'ladigan mashina. Juda ham dahshat, holati zo'r, sveji turibdi. Menimcha bunaqa narxga topish qiyinroq. O'smalarni qo'yib, chiroyli qilib qo'yib qo'yishdi. Endi bitta ko'riladi, panorama tomlari bilan. Anaqangi 360 kameralarni qaranglar, qanaqangi chiroyli qo'yib qo'yishgan. Endi bitta orqasiga qaraymiz do'stlar. O'zini podiyomniklari ishlaydi, juda ham zo'rda bu. Ko'pchilik mashinada yo'q bu narsa, lekin bunda podiyomniklari ishlaydi. Eng asosiysi orqasida tabletka, propan ballonlarini qo'yib qo'yishgan. Bemalol bitta to'ldirasiz, mashinada maza qilib ishingizni davom ettiraverasiz. Do'stlar, ma'lum nomerni bilasiz. Tezda telefon qilasiz, xudo xolasa bu mashinani 20 ming 300 ga baraka qilamiz.